Klin, jilet, 2 dona qo'lqop, atyorka to'plam. Assalomu alaykum hurmatli Global Motors Xorazm obunachilar hamda tasodifiy kuzatuvchilar. Bugungi obzorimizda o'zimizning milliy brend bo'lmuş Eldash brendini Anaconda modeli bo'ladi. Videoni boshida ko'rsatgan hamma narsa Eldash zavod tomonidan shu mototsiklni olgan odamga qo'shib beriladi. Bu mototsiklimiz ham zamonaviy ko'rinishda ishlab chiqarilgan Anaconda modeli Eldash brendini zamonaviy tipda ham chidamli. Motorlar 200 lik chidamli motor, benzin saylanmaydi. Panijinlisi bor, aynan ko'rib turasizlar deyim. Ramlari 8-5 lik. Bakı şu 15-20 litr aralıkında benzin aladi. Motorları водяной охлаждениялы bo'ladi. Yük tartishi esa 2 tonna. Bemalol qiynalmasdan tartadi. Risollar ham kalta risol emas, uzun risol. Shuni hisobina yurgan vaqtda yumshoq yuradi. Yük bosilmagan vaqtda. Mototsikl sotib olgan ko'pchilik odamlar ustalara pul to'lab, ish yo'l qismini o'tiradigan sidina qildiradilar. Bu yerda umuman unga hojat yo'q, sababi zavod tomonidan o'zi tagi bartashok yashil, usti taraf esa bemalol odam o'tirish uchun mos hamda mustahkam etib chiqarilgan. Ko'rib turasizlar deyim, priborlar ham o'ta zamonaviy etib chiqarilgan. Hamma skorsni ko'rsatadi. Necha skorsda turgani, tezlik, оборот, suvni gradusi, benzin challi qolgani, kilometr hammasini shu priborlar panel orqali bemalol bilib olsangizlar bo'ladi. Pultlar ham o'zine yetarlicha opsiyasi bor. Ushbu mototsiklni Global Motors'ni xolanglar, yangi salonda xolanglar, eski salonda bemalol kelib sotib olishingiz mumkin. Bu motosiklimizning narxi 28 million kelishiladi, naqd pul bilan keladigan bo'lsangizlar. Eldash mototsiklarini sotib oladigan bo'lsangizlar, zapchast taraflama umuman muammo bo'lmaydi. Sababi bu mototsikllar Samarqandda chiqadi. Shuning hisobiga zapchastdan umuman muammo bo'lmaydi. Hammangizni milliy mototsikllar bilan Global Motors'da kutib qolamiz.